Xullas qarindoshlar, Instagramda o'tirsam shunaqangi chiroyli ayiqchali stakan chiqib qoldi-ku. Sevdim shu stakanchani. Endi esa bu bizg'atina buni sinab ko'rish kerak deb turib, xuddi shunaqasini Xitoydan, aynan mana shu ayiqchali stakanni Xitoydan nech pulga zakaz qilganimni eshitsanglar aniq hayron qolasizlar qarindoshlar. kichkinagina ayiqchani katta karobkaga solib barobar ekanmi deb tursam, boshqa narsalar ham zakaz qilganim esimga tushib qoldi. Tadadadam. Va nihoyat men kutgan ayiqcha. Qani Bismillahirrahmanirrahim, ilohim Xitoydan sinmasdan bus-butun yetib kelgan bo'lsin deb shundoq olsam, xuddi videoda ko'rsatilgandagi shiringina ayiqcha bus-butun Xitoydan kelibdi-ya. Aytgancha qarindoshlar, mana shu ayiqchali stakanni Xitoydan atiga 8 yuanga, ya'ni 14 ming so'mga zakaz qildim. Narxi rosa ham arzon. Ayiqchali stakanimizda bir ro kapuchino qilganimdan keyin bu ayiqchamizni chiroyiga yanada chiroy qo'shildi deb. Xullas qarindoshlar, sizlar ham Xitoydan mana shunaqangi shirin ayiqcha yoki-da xohlagan mahsulotingizni arzon narxlarda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun qarindoshingiz Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri va arzon zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tashkillashtirdim. Aynan o'sha 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Pro film shapkasidagi mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar. Hammanglarni kutaman.